Hamdulillah, assalomu alaykum. Mana 30 kilovatli texnika liniya kotolimiz ketyapti. O'zimiz Log'inbekka ustanovkalarni o'rnatib ketyapmiz mana bolalar bilan. Ustanovkalari bilan. Ha, ustanovkalari bilan. Zakazlar o'tsa bemalol aytaverasizlar, like, podpisatsiyadan chiqmasin. Hamdulillahga xayr. Mana kotol o'rnatdi o'rtoqlar. Mana bu bochkaga 2 tonnayu 240 litr suv sig'ar ekan. Kotolga 100 litr suv sig'adi. Mana mo'l mana aql chiqarib o'rnatib qo'ydik, azbest turbani. 4 kali turbali variantda. Kotol o'chganda mana sirkulyatsionni nasos ishlab suvni aylantiradi. Pasi o'chmayapti, o'zi o'chmagan yo'q. Kameradan shunday ko'rinadi. Agar qozoq ko'mirasiga detashi 1 soat, 1,5 soatda istar ekan. Agar angren bo'lsa 1 2 soat, 2,5 soatda tamom isitsa kerak. 30 kilovatli kotol qo'yildi hozir bega. 2 tonna 240 suv. Mana silenoylari bilan mana Muslimbekka o'rnatdik. Muslimbek mana ishlatib ko'radi, endi bilamiz xudo xolasa. Bemalol aytaverasizlar, mana qanaqa narsalar bo'lib qolsa ham. Gaza